yo jannat bog'chalaridan bir bog'cha yoki do'zax chuqurlaridan bir chuqurdir. Ha, siz vafot etdingiz. Jonsiz tanangiz g'usl uchun olib kirildi. U yuvishlarni kutib sovuq o'rin ustida yotibdi. Kafaningiz ham, tobutingiz ham allaqachon tayyor. Tashqarida esa oilangiz kutmoqda. Onangiz, otangiz, ukalaringiz, ayolingiz, farzandlaringiz yig'layverib ko'zlari ishib ketgan. Zo'rg'a gapirishmoqda. Hozir tobutingizni yelkalarida ko'tarib olib ketishadi. Masjid hovlisiga olib kirishadi. Chuqur qayg'u bilan bugun birodarimiz Ahmed Miyotning o'limini ma'lum qilamiz. Uning janozasi bugun mahalliy masjidda peshin namozidan so'ng o'tkaziladi. Bu xabar mayitning barcha qarindoshlariga yetkaziladi. Do'stlari, qo'shnilari, Alloh unga o'zi rahim qilsin. Hayotingiz davomida janoza namozi uchun eshitib yurgan gaplaringiz endi siz haqingizda aytilmoqda. Xabarni eshitganlar yuraklari larzaga tushib, u o'ldimi deyishadi. Biroz muzlab qolib, yana o'z ishlarini qilishadi. Odamlar janoza namozi uchun saf tortib turishdi. O'g'lim. So'ngra tobutingiz ko'tarildi. Qabringiz tomon olib ketilmoqda. Qabr ham tayyorlab qo'yilgan, ochiq turibdi. Bu yangi uyingiz, u sizni kutmoqda. Yaqinlaringizdan biri qabringizga tushadi. Yuzingizni qibla tomon qaratib, jasadingizni asta-sekin qabrga yotqizadi. Keyin u qabrdan chiqib, ustiga yog'och taxtalarni joylay boshlaydi. So'ngra o'z qo'llari bilan yuzingizga tuproq tortib